Bugun men juda muhim masalani tushuntirib beraman. 15 avgustdan boshlab pensiya oladigan fuqarolar uchun eski tartibdagidek o'zi yuraveradi. Hech narsani tekshirtirmasam ham bo'ladi degan yondashuv endi xavfli bo'lib qoladi. Bu gap faqat yosh doir pensiya olayotganlarga emas, nogironchilik pensiyasi, boquvchini yo'qotganlik pensiyasi, ijtimoiy nafaqa, parvarish puli yoki boshqa turdagi to'lov oladigan oilalarga ham tegishli bo'lishi mumkin. Men bugun sizga oddiy tilda tushuntiraman. Kim xavotir olish kerak, kim xotirjam bo'lishi mumkin, qaysi hujjatlar kerak bo'ladi, qayerga murojaat qilish kerak va eng muhimi, pensiyangiz to'xtab qolmasligi yoki kamayib ketmasligi uchun hozirdan nima qilish lozim? Agar siz pensiya olsangiz, ota-onangiz pensiya olsa, u uyda nogironligi bo'lgan, yaqin insoningiz bo'lsa yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan bolalar bo'lsa, bu ma'lumot siz uchun tanqidiy darajada muhim. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki eng ko'p xatolar odatda mayda ko'ringan hujjatlar, manzil, bank kartasi, ishonchnoma va ma'lumotlarni vaqtida yangilamaslik sababli yuz beradi. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Shunda bunday muhim ogohlantirishlar sizga vaqtida yetib boradi. Avval ko'pchilikda qanday tasavvur bor edi? Pensiya bir marta tayinlansa, keyin har oy kelaveradi, bank kartasiga tushaveradi yoki pochta orqali olib turiladi. Odam faqat pulni yechib olsa bo'ldi deb o'ylardi. Haqiqatan ham yillar davomida ko'plab fuqarolar shu tartibga o'rganib qolgan. Kimdir manzilini o'zgartirgan, lekin xabar bermagan. Kimdir bank kartasini yangilamagan. Kimdir ishonchnoma orqali pensiya oldirib yurgan, lekin ishonchnoma muddati tugaganini unutgan. Kimdir nogironlik guruhi bo'yicha qayta ko'rikdan o'tishi kerak bo'lgan, lekin keyinroq boraman deb kechiktirgan. Oldin bunday holatlar ba'zan sekin aniqlanar, ba'zan bir necha oy o'tibgina muammo chiqardi. Endi esa asosiy o'zgarish shundaki, pensiya va nafaqa to'lovlari bo'yicha ma'lumotlar ko'proq elektron tizimlar orqali tekshiriladi. Turli idoralar ma'lumotlari solishtiriladi. Fuqaroning tirikligi, yashash manzili, nogironlik holati, ishga kirgan kirmagani, chet elga uzoq muddatga chiqib ketgani, bank rekvizitlari, ishonchnoma muddati kabi masalalar aniqroq nazorat qilinadi. Men buni qo'rqitish uchun aytmayapman. Aksincha, oldindan bilgan odam pensiyasini muammosi olishda davom etadi. Bilmagan odam esa nega bu oy pul tushmadi? Nega kamayib qoldi? Nega qaytarishim kerak deyishyapti deb eshikma-eshik yurishi mumkin. Bu yerda eng muhim tushuncha shuki, pensiya oluvchi odamning majburiyati ham bor. Davlat to'lovni tayinlaydi va to'laydi. Lekin fuqaro o'z ma'lumotlarida o'zgarish bo'lsa, buni vaqtida bildirishga majbur. Masalan, yashash joyi o'zgarsa, bank kartasi yopilsa, pasport yoki ID karta yangilansa, nogironlik guruhi muddati tugasa, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan bola o'qishni tugatsa yoki ishga kirsa, bularning bari pensiya ishiga ta'sir qilishi mumkin. 18 avgustdan keyin aynan shunday masalalarda oldingidek indamay yurish juda ko'p muammoga sabab bo'lishi mumkin. Endi kimlar alohida e'tibor berish kerakligini birma-bir ko'rib chiqamiz. Birinchi guruh yoshga doir pensiya oladigan oddiy pensionerlar. Agar siz har oy pensiyangizni bank kartasiga olayotgan bo'lsangiz, eng avvalo kartangiz faolmi, muddati o'tmaganmi? Karta egasi ma'lumotlari pasportingiz bilan mosmi? Shuni tekshiring. Ko'p odamlar kartaning amal qilish muddati tugaganini bilmaydi. Masalan, otaxonning kartasi yil oyida tugagan bo'lishi mumkin, lekin u bankka bormagan. Avgust oyida pensiya hisoblangan. Lekin karta faol bo'lmagan uchun pul tushmaydi yoki qaytadi. Otaxon esa pensiyamni kesib tashlashdi deb o'ylaydi. Aslida muammo bank kartasida bo'ladi. Ikkinchi misol, opa 20 million 800 ming so'm pensiya oladi. U qizining uyiga ko'chib o'tgan. Eski manzilda ro'yxatda turibdi. Telefon raqami ham almashtirilgan. Pensiya bo'yicha biror tekshiruv yoki aniqlashtirish kerak bo'lganda xodimlar eski raqamga bog'lana olmaydi. Pochta orqali xabar yuborilsa eski manzilga boradi. Natijada opa kerakli ma'lumotni vaqtida olmaydi. Keyin to'lov vaqtincha to'xtatilsa, sababini bilmay sarson bo'ladi. Shuning uchun men doim aytaman, manzil, telefon va hujjatlar yangiligi pensiya uchun mayda masala emas, juda muhim masala. Ikkinchi guruh nogironlik pensiyasi yoki nogironlik nafaqasi oluvchilar. Bu yerda eng katta xato qayta tibbiy ko'rik muddatini o'tkazib yuborishdir. Ayrim nogironlik guruhlari muddatsiz beriladi. Bunday holatda odam har yili yugurib yurmaydi. Lekin ko'p hollarda nogironlik ma'lum muddatga belgilanadi. Masalan,
fuqaro iki guruh nogironlik pensiyasi sifatida 1 milyon 500 ming so'm olayotgan bo'lsin. Uning tibbiy xulosasi 15 avgustgacha amal qiladi. Agar u belgilangan tartibda qayta ko'rikdan o'tmasa, 15 avgustdan keyin tizimda uning avvalgi asoslari tasdiqlanmasligi mumkin. Natijada to'lov vaqtincha to'xtaydi yoki qayta hisob-kitob talab qilinadi. Agar keyinroq ko'rikdan o'tib nogironlik tasdiqlansa ham, hujjat kechikkan davr bo'yicha savollar tug'ilishi mumkin. Shuning uchun muddati bor nogironlik hujjatlarini hech qachon oxirgi kunga qoldirmang. 3-guruh boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan oilalar. Bu to'lov ko'pincha bolalar, o'quvchilar, talabalar bilan bog'liq bo'ladi. Masalan, ona 2 farzandi uchun boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladi. Katta farzandlar mendek yoshga to'lgan, lekin kollej yoki universitetda o'qishni davom ettiryapti. Bunday holatda o'qish joyidan ma'lumotnoma kerak bo'lishi mumkin. Agar ma'lumotnoma vaqtida taqdim etilmasa, tizimda bola endi o'qimayapti deb ko'rinishi va to'lov to'xtashi mumkin. Yana bir misol, talaba o'qishni tashlab ketdi yoki akademik ta'til oldi. Bu pensiya huquqiga ta'sir qilishi mumkin. Buni yashirish mumkin deb o'ylamang. Elektron bazalar orqali bunday ma'lumotlar baribir chiqadi. Agar ortiqcha pul to'langan bo'lsa, keyin uni qaytarish talabi qo'yilishi mumkin. 4-guruh pensiyani ishonchnoma orqali oldiradiganlar. Bu juda nozik masala. Ko'plab keksa otaxon, onaxonlar o'zlari banka yoki pochta bo'limiga borolmagan uchun o'g'li, qizi, kelin yoki boshqa qarindoshiga ishonchnoma beradi. Lekin ishonchnomaning muddati bor. Muddati tugagan hujjat bilan pensiya olish mumkin emas. Bundan tashqari, ishonchnoma to'g'ri rasmiylashtirilgan bo'lishi, unda aynan pensiya yoki nafaqa mablag'larini olish vakolati ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Masalan, oddiy ish yuritish uchun berilgan ishonchnoma bankdan pensiya yechish uchun yetarli bo'lmasligi mumkin. Agar OBNDKS avgustdan keyin nazorat kuchaysa, bunday noaniqliklar darhol muammo tug'diradi. 5-guruh ishlayotgan pensionerlar. Ko'p davlatlarda va turli tartiblarda ishlayotgan pensionerning pensiya miqdori qo'shimcha to'lovlari yoki ayrim imtiyozlariga alohida qoidalar ta'sir qiladi. Bizda ham ayrim to'lovlar fuqaroning ish holatiga bog'liq bo'lishi mumkin. Masalan, pensioner ishga kirgan, lekin buni pensiya organiga xabar qilmagan. Ish beruvchi soliq va ijtimoiy to'lovlar bo'yicha ma'lumot topshirganda tizimda bu ko'rinadi. Agar fuqaro ishga kirgani sababli ayrim ustamalar yoki to'lovlar qayta ko'rib chiqilish kerak bo'lsa, ortiqcha to'lov aniqlanishi mumkin. Keyin esa odam men bilmagan edim desa ham ortiqcha olingan summa masalasi chiqadi. Shu sababli har qanday rasmiy ishga joylashish, ishdan bo'shash, daromad manbai o'zgarishi bo'yicha o'z pensiya ishini tekshirtirib qo'ygan ma'qul. 6-guruh chet elga ketgan yoki uzoq muddat uyda bo'lmagan pensionerlar. Masalan, pensioner farzandlariga Rossiya, Qozog'iston, Turkiya yoki boshqa davlatga ketgan bo'lishi mumkin. U yerda bir necha oy qoladi. Pensiya esa kartaga tushadi. Ayrim holatlarda chet elda doimiy yashash, uzoq muddat mamlakatdan tashqarida bo'lish yoki shaxsning tirikligini tasdiqlash masalalari pensiya to'loviga ta'sir qiladi. Bu hamma uchun bir xil qoida degani emas. Lekin shunday holatda odam oldindan pensiya jamg'armasi bo'limi yoki konsullik orqali tartibni aniqlashtirib olish kerak. Aks holda bir kuni karta ishlamay qolsa yoki to'lov to'xtasa, chet eldan turib hujjat to'plash ancha qiyin bo'ladi. Endi istisnolar, tuzoqlar va ko'pchilik bilmaydigan nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat, to'lov to'xtasa bu har doim pensiya bekor qilindi degani emas. Ba'zan to'lov texnik sabab bilan to'xtaydi. Bank rekviziti xato, karta yopilgan, shaxsiy ma'lumotda nomuvofiqlik bor, pasport seriyasi yangilangan, lekin tizimda eski ma'lumot qolgan. Shuning uchun vahimaga tushmang. Lekin kutib ham o'tirmang. Bir oy o'tdi, keyingi oy ham tushar deb o'ylash xato. Darhol sababini aniqlash kerak. Chunki ayrim hollarda muammo qancha kech aniqlansa, uni tuzatish shuncha ko'p vaqt oladi. Ikkinchi nozik jihat. Ortiqcha to'lov. Odamlar ko'pincha davlat o'zi tashlabdi, men nima aybdorman deb o'ylaydi. Ammo agar pensiya yoki nafaqa noto'g'ri ma'lumot asosida vaqtida xabar berilmagan, o'zgarish sababli ortiqcha to'langan bo'lsa, uni qaytarish masalasi paydo bo'lishi mumkin. Masalan, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan bola o'qishni tugatgan, lekin oilasi bu haqda xabar bermagan. Yana 5 oy davomida har oy 6 ming so'mdan to'lov kelgan. Jami 3 million so'm ortiqcha to'lov bo'lishi mumkin.
keyin bu pulni birdan qaytarish talab qilinsa, oila uchun og'ir bo'ladi. Shuning uchun men doim maslahat beraman. O'zgarishni yashirmang, vaqtida rasmiylashtiring. 3-chi nozik jihat. Qo'shnim shunday qildi. Unga hech narsa bo'lmadi degan gapga ishonmang. Har bir pensiya ishi alohida. Bir odamning nogironligi muddatsiz bo'lishi mumkin. Boshqasining hujjati har yili yangilanadi. Bir talabaning o'qishi kunduzgi bo'lishi mumkin. Boshqasining sirtqi yoki o'qishdan chetlatilgan bo'lishi mumkin. Bir pensioner faqat yoshga doir pensiya oladi. Boshqasida qo'shimcha ustama, parvarish puli yoki boshqa imtiyoz bo'lishi mumkin. Shuning uchun o'zingizning holatingizni tekshiring, boshqa odamning tajribasiga ko'r-ko'rona tayanmang. 4-chi nozik jihat hujjatlardagi ism familiya farqi. Bu juda oddiy, lekin juda ko'p uchraydigan muammo. Masalan, pasportda Gulnora yozilgan, eski pensiya ishida Gulnara deb kiritilgan yoki familiyada bitta harf farq qiladi. Yoki tug'ilgan sana eski hujjatda boshqacha. Avval bunday xatolar ko'zdan qochgan bo'lishi mumkin. Lekin elektron tizimlar solishtirilganda nomuvofiqlik chiqadi. Bu esa to'lovni kechiktirishi mumkin. Agar sizda eski pasport, yangi ID karta, nikohdan keyin familiya o'zgargan bo'lsa, pensiya bo'limida hammasi to'g'ri aks etganini tekshirtiring. 5-chi nozik jihat. Bank kartasini qarindoshga berib qo'yish. Men buni alohida aytaman. Pensioner kartasini, PIN kodini, SMS kodlarini boshqalarga berib qo'yishi juda xavfli. Agar pul yechib olinsa, keyin isbotlash qiyin bo'ladi. Qarindosh bo'lsa ham ehtiyot bo'lish kerak. Yordam kerak bo'lsa, qonuniy ishonchnoma rasmiylashtiriladi. Kartani berib qo'yish esa nafaqat pul yo'qotish, balki firibgarlik, kredit, onlayn to'lovlar, noma'lum operatsiyalar xavfini ham oshiradi. Ayniqsa keksa insonlar telefoniga kelgan kodni aytib yuborishi mumkin. Hech qachon SMS kodni hech kimga aytmang. Bank xodimi ham, pensiya xodimi ham telefon kod so'ramaydi. 6-chi nozik jihat. Parvarish puli va ijtimoiy yordamlar. Ba'zi oilalarda pensiyadan tashqari nogironligi bo'lgan shaxsni parvarish qilish uchun to'lov, kam ta'minlanganlik bo'yicha yordam yoki boshqa nafaqalar bo'ladi. Bu to'lovlar oilaning daromadi, tarkibi, yashash holati, nogironlik xulosasi, parvarish qiluvchi shaxsning holati kabi ma'lumotlarga bog'liq bo'lishi mumkin. Agar oilada kimdir ishga kirsa, daromad oshsa, parvarish qiluvchi shaxs boshqa joyga ketib qolsa yoki nogironlik guruhi o'zgarsa, to'lov qayta ko'riladi. Shuning uchun faqat pensiya emas, barcha ijtimoiy to'lovlaringizni birgalikda tekshiring. 7-chi nozik jihat to'lov sanasi. Ba'zi odamlar pensiya aynan bir kunda tushishi kerak deb o'ylaydi. Amalda bank, pochta, hududiy tartib, dam olish kunlari, bayramlar, texnik jarayonlar sababli bir necha kun farq bo'lishi mumkin. Lekin pensiya odatdagi muddatdan ancha kechiksa, ayniqsa avval muntazam tushib kelgan bo'lsa, bunga befarq bo'lmang. Bankdan hisobvaraq holatni so'rang, keyin pensiya bo'limiga murojaat qiling. Hamma olgandan keyin men ham olaman deb kutish noto'g'ri. Endi eng muhim qism, siz hozir nima qilishingiz kerak? Men sizga oddiy, amaliy ro'yxat beraman. Birinchi qadam, shaxsiy hujjatlaringizni tekshiring. Pasport yoki ID kartangiz amaldami? Familiya, ism, otasining ismi, tug'ilgan sana to'g'rimi? Yaqinda hujjat almashtirgan bo'lsangiz. Pensiya bo'limida bu ma'lumot yangilanganmi? Shuni aniqlang. Agar hujjatda xato bo'lsa, avval migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish organi orqali to'g'rilash, keyin pensiya bo'limiga taqdim etish kerak bo'ladi. 2-chi qadam. Bank kartangizni tekshiring. Kartaning amal qilish muddati, karta raqami, hisobvaraq, SMS xabarnoma, telefon raqamingiz faolmi? Shuni bankdan aniqlang. Agar karta muddati tugagan bo'lsa, yangi karta oling va rekvizitlar o'zgargan bo'lsa, pensiya to'lovini yangi kartaga yo'naltirish bo'yicha ariza bering. Bankka borganingizda pasport yoki ID karta, eski karta, telefon raqamingiz yoningizda bo'lsin. Keksa inson bankka bora olmasa, bankning xizmat ko'rsatish tartibini yoki qonuniy vakillik masalasini oldindan so'rab oling. 3-chi qadam, yashash manzili va telefon raqamini yangilang. Pensiya bo'limiga borib, mening pensiya ishimda qaysi manzil va qaysi telefon raqami ko'rsatilgan deb so'rang. Agar eski bo'lsa, ariza yozib yangilang. Arizada familiya, ism, otasining ismi, pasport ma'lumoti, CHSHIR, yangi manzil, telefon raqami. Pensiya turi ko'rsatiladi. Oddiy ko'ringani bilan. Bu keyinchalik chaqiruv, xabarnoma aniqlashtirish va to'lovlar uchun juda muhim. 4-chi qadam, agar nogironlik bo'yicha pensiya yoki nafaqa olsangiz, tibbiy xulosa muddatini tekshiring.
Hujjatingiz muddatsizmi yoki ma'lum sanagachami? Agar muddatli bo'lsa, qayta ko'rik uchun oilaviy poliklinika. Tibbiy komissiya yoki tegishli tibbiy mehnat ekspertizasi tartibini oldindan aniqlang. Hujjatlar odatda tibbiy kartalar, shifokor xulosalari, tekshiruv natijalari, pasport yoki ID karta, avvalgi nogironlik xulosasi kabi ma'lumotlarni talab qilishi mumkin. Buni oxirgi haftaga qoldirmang. 5-qadam, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan bo'lsangiz, bolalarning yoshini va o'qish holatini tekshiring. O'rindiqsiz yoshga yaqinlashgan farzand bo'lsa, o'qish joyidan ma'lumotnoma kerak bo'lishi mumkin. Talaba bo'lsa, u haqiqatan ham o'qishda davom etyaptimi? Akademik ta'tildami? O'qishdan chetlatilmaganmi? Kunduzgi yoki boshqa shakldami? Shuni aniqlang. Pensiya bo'limiga o'qish ma'lumotnomasini vaqtida topshiring. Ma'lumotnomada o'quv muassasasi nomi, talabaning F.ish, kursi, ta'lim shakli, o'qish muddati, berilgan sana va mas'ul shaxs imzosi bo'lishi kerak. 6-qadam, ishonchnomangizni tekshiring. Agar siz pensioner nomidan pensiya olayotgan bo'lsangiz yoki sizning pensiyangizni boshqa odam olayotgan bo'lsa, ishonchnoma muddati tugamaganini, notarial tartibda to'g'ri rasmiylashtirilganini, unda pensiya mablag'larini olish vakolati aniq yozilganini tekshiring. Muddati tugashiga bir oy qolgan bo'lsa ham, yangisini rasmiylashtirishni kechiktirmang. Pensiona yura olmasa. Notariusni uyga chaqirish tartibi bor yo'qligini notarial idoradan so'rang. 7-qadam, agar ishlayotgan bo'lsangiz, pensiya bo'limiga holatingizni aniqlashtiring. Men rasmiy ishga kirganman. Bu mening pensiyamga yoki qo'shimcha to'lovlarimga ta'sir qiladimi? deb yozma yoki og'zaki maslahat oling. Eng to'g'risi, ariza bilan murojaat qilib javobni rasmiy shaklda olishdir. Shunda keyin tushunmovchilik bo'lsa, sizda dalil bo'ladi. Ishga kirgan sana ish beruvchi nomi, mehnat shartnomasi yoki buyruqdan ko'chirma, stir yoki shir ma'lumotlari kerak bo'lishi mumkin. 8-qadam, agar chet elga uzoq muddatga ketmoqchi bo'lsangiz, ketishdan oldin tartibni aniqlang. Pensiya to'lovingiz davom etadimi? Qanday tasdiq kerak bo'ladi? Bank kartangiz chet elda ishlaydimi? SMS telefon raqamingiz faol qoladimi? Ishonchli vakil kerakmi? Bularni oldindan hal qiling. Chet eldan turib bitta ma'lumotnoma olish yoki notarial hujjat yuborish ba'zan oylar davom etadi. Shuning uchun ketishdan oldin pensiya bo'limiga borib, o'z holatingizni tushuntirib, yozma tavsiya oling. 9-qadam. Barcha to'lovlaringiz bo'yicha daftar tuting. Men buni oddiy, lekin juda foydali usul deb bilaman. Har oy pensiya qancha tushdi? Qaysi sanada tushdi? Qo'shimcha to'lov bo'ldimi? Bankdan qancha yechildi? Kim yechdi? Yozib boring. Agar bir oyda 1.900.000 so'm tushib, keyingi oy 1.600.000 so'm tushsa, darhol farq sababini so'rang. Ba'zan indeksatsiya, qayta hisoblash, qarzdorlik ushlov yoki texnik o'zgarish bo'lishi mumkin. Lekin sababini bilmasdan yurish noto'g'ri. 10-qadam, murojaat qilishni biling. Siz tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga borishingiz mumkin. Shuningdek, davlat xizmatlari markazlari, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali yoki rasmiy kol markazlar orqali ham ma'lumot olish imkoniyatlari bo'lishi mumkin. Murojaat qilganda pasport yoki ID karta, pensiya daftarchasi yoki pensiya tayinlanganligi haqidagi ma'lumot, bank rekvizitlari, ishonchnoma bo'lsa uning nusxasi, nogironlik xulosasi, o'qish ma'lumotnomasi, yashash manzili bo'yicha hujjatlar yoningizda bo'lsin. Og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Agar masala murakkab bo'lsa, yozma ariza bering va ariza qabul qilinganini tasdiqlovchi raqam yoki belgi oling. Men alohida ta'kidlayman, hech kimga pul berib ishni tezlashtirib ber demang. Pensiya va nafaqa masalalari rasmiy tartibda hal qilinadi. Agar kimdir sizga men ichkarida odam taniman, pul bersangiz pensiyani oshirib beraman desa, bu juda katta xavf. Pensiya miqdori staj, ish haqi, qonunda belgilangandan koeffitsiyentlar, imtiyozlar va rasmiy hujjatlar asosida hisoblanadi. Uni kimningdir va'dasi bilan noqonuniy oshirib bo'lmaydi. Aksincha, firibgarlarga aldanib qolishingiz mumkin. Yana bir muhim maslahat. Agar pensiyangiz kamaygan yoki to'xtagan bo'lsa, avval sababini yozma so'rang. Nega kamaydi degan savolga aniq javob bo'lishi kerak. Qaysi hujjat asosida, qaysi sanadan, qaysi band bo'yicha? Agar xatolik bor deb hisoblasangiz, hujjatlarni to'plab qayta ko'rib chiqish bo'yicha ariza bering. Zarur bo'lsa, yuqori turuvchi tashkilotga yoki qonuniy tartibda shikoyat qilish mumkin. Lekin hissiyot bilan emas, hujjat bilan harakat qiling. Pensiya masalasida eng kuchli dalil bu hujjat.
sana ariza raqami va rasmiy javobdir. Demak, 8 avgustdan keyin pensiya oladiganlar uchun eng muhim qoida shunday. Ma'lumotlaringiz toza, hujjatlaringiz amalda, bank kartangiz faol, manzilingiz va telefoningiz yangilangan, nogironlik yoki o'qish bo'yicha asoslaringiz tasdiqlangan bo'lishi kerak. Oldingidek o'zi bo'laveradi deb beparvo yurish endi ko'proq xavf tug'diradi. Kim hujjatini vaqtida tekshirsa, u pensiyasini xotirjam oladi. Kim kechiksa, to'lov to'xtashi, kamayishi yoki ortiqcha to'lovni qaytarish talabi bilan yuzlashishi mumkin. Sizdan iltimos, bu ma'lumotni oilangizdagi pensionerlarga, ota-onangizga, qo'shnilarga yetkazing. Kommentariyada yozing. Sizning pensiyangiz karta orqali tushadimi yoki pochta orqali olasizmi? Oxirgi vaqtda kechikish yoki kamayish bo'ldimi? Men keyingi videolarda eng ko'p uchrayotgan savollarga alohida javob beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bildirishnomani yoqib qo'ying. Chunki pensiya, nafaqa va ijtimoiy to'lovlar bo'yicha bunday muhim yangiliklarni o'z vaqtida bilish har bir oilaning manfaatiga xizmat qiladi.